Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Traktor Borus salonimizda sizlar kutgan video bo'ladi. Kommentariyada hamma mini traktorlarning obzorini so'rab yozishgan va biz bugun Abbos aka bilan mini traktorlarning obzorini qilib boramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Men o'ylayman, hamma uchun bu video manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar so'radingiz, biz ko'rsatishda, video qilishda davom etamiz. Albatta Shoruxbek bilan. Unda mini traktordan boshlaymiz. Biz videoni oxirigacha kuzating, narxini oxirida aytib o'tamiz degan unaqa gaplar kerak emas. Ko'rgan traktorimizni narxini birdaniga aytib o'tib ketaveramiz. Bo'lmasa boshladik aka. Bizda birinchi traktorimiz eng mini traktorlarimiz ichida ot kuchi kam 35 ta ot kuchilik mini traktorimiz 354. Bu traktor 4 ta balonni tortadi. Ko'rishingiz mumkin. Oldida o'zini gruz toshlari bor. Orqa balonida ham gruz toshlari bor. Men o'ylayman, bu gruz tosh bilan Abbos aka orqasiga menimcha og'irroq bo'lgan bir agregatlarni ham ulasa bo'laveradi bemalol. Bundan tashqari bu traktorimizda reversini ko'p so'raydi akalarimiz. Bu 354 traktorimizda revers bormi bunda yo 454 Yo'q, 354 da reversimiz yo'q. Bundan keyingi modelimizda reverslari bilan chiqqan. 454 da reversi bilan chiqqan. 454 da reverslari bilan chiqqan. Ushbu traktorimiz hozirgi kundagi narxi 130 million so'm. Buni xuddi shu traktorimizda kabinaligini narxi 140 million so'm, kabinali varianti. U orqa tarafimizda turibdi. Uni ham alohida borib hozir video obzor qilamiz. Keyingi traktorimiz Yuto ni 454, ya'ni 45 ot kuchi traktori. Xuddi ko'rib turgan gruz toshlari, orqada balansirovka toshlari, undan tashqari reverslari bor. Bu traktorimiz 354 traktorimizning akasi hisoblanadi. Bemalol 10 ot kuchi ko'p. Agar o'sha reversli 45 ot kuchli traktor izlagan akalarimiz kelib, Yuto traktorlarini xarid qilishi mumkin. Unda Shoruxbek xarid qilish usullarini ham bir tavsiya qilib tushuntirib o'taylik. Bu traktorimiz narxini aytib o'taylik birinchi. 454 bez kabina variant traktorimiz 145 million so'm hozirgi kundagi narxi. Xo'p, hamma joylarda do'stlar ko'rishingiz mumkin 30%, 35% boshlang'ich to'lov bilan traktorlarni chiqarishayotgan bir vaqtda biz sizlar uchun 25% boshlang'ich to'lov bilan traktorlar ko'rib turgan hamma traktor agregatlarni 25% boshlang'ich to'lov bilan boshlang'ich atiga 25% bilan chiqarib beramiz. 6 oyda bir to'lov qilish grafiki asosida chiqarib beramiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Albatta, batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga narx so'zini yozib ketsangiz, batafsil yana ma'lumot beramiz. Bu traktorimizning kabinalisini narxi 160 million so'm. 160 million so'm. Undan keyingi traktorimiz bizda legendaga aylanib borayotgan traktor desa ham bo'ladi bu. 554, 55 ot kuchi bo'ladi. Bu traktorimizni bog'i bor fermerlar, uzumzori bor fermerlarimiz juda ham sevib xarid qilishadi bu traktorni. Ot kuchi 55 ta ot kuchi. 55 ot kuchi minimali boshlanadi. Xitoyga borganda minimal aytaverasizlar, yana 1-2 anosi chiqadi deyilgan, yana ot kuchi 3-4 ot kuchi yana ko'proq chiqadi. Bu traktorimizda orqa naviskasiga alohida to'xtalamiz. Yuringchi Ulug'bek. Balansirovka toshlari bor. 554 traktorlarimiz. Orqa naviskasi 2 talik silindrli, qolganlari ham 2 talik silindrli. Bu ichki bartovoy hisoblanadi. Ichki bartovoy biladi akalarimiz, nagruskada bartovoyga tushadi, o'shaning uchun motorga o'tmaydi. Reversli, pol avtomat. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Narxlarini ham aytib o'taylik unda. Xo'p, 55 ot kuchiga ega bo'lgan, oldiga chiqaylik. Xo'p, 55 ot kuchiga ega bo'lgan Yutoni 554 modelimiz, bez kabina variantimiz hozirgi kunda 195 million so'm. Buni kabinali variantimiz 220 million so'm. Kabinali variantda konditsionerlari ham bor, do'stlar. Bemalol yozda issiq jaziramada ham konditsionerni yoqib, bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Akalarimizdan bir iltimos qilib qolamiz. Bu videomiz arzimagan bo'lsa ham videomiz uchun like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etsin. Bundan keyingi videolarimiz ham albatta qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Xuddi shu mini traktorlarimizni bir batafsil obzorini qilamiz. Oldiga olib chiqib, kitoganga olib chiqamiz deganday bo'lib, o'sha hamma traktorni solishtirganday qilib, xuddi 554, 654 traktorlarimizni ham oldiga olib chiqamiz holi. Navbat keladi sekin-sekin. Sizlardan bizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni va like bosib do'stlaringizga ulashib qo'yishni iltimos qilib qolardik. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying yana bitta. Eslatmani ham yoqib qo'yishni unutmang. Sababi videolarimiz chiqqandan birinchilardan bo'lib tomosha qiling va yangiliklarga ega bo'ling. Xo'p, Yutoni
mini traktorlarning ichida eng ot kuchi ko'p hisoblangan 654 modelimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu boshqa minilarga nisbatan gavdasi ham kattaroq har qanday agregatingizni bemalol ishlatadi. Qishloq xo'jaligidagi har qanday ishlarni bemalol bajara oladi. 80 ot kuchi traktorlar qiladigan ishlarni barchasini qilyapti. Oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari reversli ichki bartovoy, ko'rinishi ham ancha bahaybatgina, filtrlari ham tepaga qo'yilgan. Sababi O'zbekiston sharoitida chang pastda ko'p bo'lgani uchun tepaga qo'yilib chiqqan. Buni kabinali varianti ham bor, bez kabina varianti ham bor. Kabinali varianti konditsionerlari bilan kelgan. Narxlarini ham birdan olib aytib o'taylik. Jutoni o'sha mini traktorlarning ichida eng kattasi hisoblangan 654 bez kabina variantimiz hozirgi kunda 245 million so'm narxi. Kabinaligimiz esa 265 million so'm hozirgi kundagi narxi. Xuddi mana oldimizda turibdi o'sha 654 traktorimizning kabinali varianti. Orqa naviskasini ham birdan ko'rsatishingiz mumkin. Ko'rsatib o'taylik. Silindrlari o'sha elektrikalik silindrli. Bu o'zini o'zi bemalol bosadigan traktor. Elektrochas, gidravlika qismlari ham zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Kompressorlarni ko'rishingiz mumkin. Tormozlari ikki xil sistemada, jidkisda ham, havoda ham ishlaydi. O'sha buni ko'pchilik Shohruxbek so'raydi, apparat qismi qanaqa, O'zbekiston sharoitida qanaqa deganda. Apparat qismiga keladigan bo'lsak, do'stlar, bularning apparat qismi Jutoni o'zini zavodda ishlab chiqariladi. Yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Ko'rib turgan traktorlarni hamma joyini Juto bitta zavodda o'zida hamma narsasini o'zlari ishlab chiqaradi. Jutoni hozir apparatiga keladigan bo'lsak, apparati ham salarga tanlamaydi. O'zbekiston sharoitida farsunkali bo'ladi. Bemalol salarkalarni quyib ishlatsanglar bo'laveradi. O'zimizning sharoitga moslab olib keltirganmiz bu traktorni. Bu mexaniklarimiz aynan borib zakaz berib olib keltirilgan traktorlar. Ko'plab akalarimiz yaqinda ham shunaqangi holat bo'ldi. Shuni birdaniga aytib o'tishni joiz topdik. Narxlarni solishtiryapti. Narxlarni solishtirish menimcha bu to'g'ri ish emas. Sababi ko'plab yo'l kira xarajatlari bor. Bundan tashqari o'zimizda tamojniy davlat boji degan narsalar bor. Undan tashqari har xil komplektatsiyada yig'iladi bu. O'zbekiston sharoitiga moslanib yig'iladigan traktorlar bor. Eng arzonini ko'rib qimmatroq traktor bilan solishtirish bu xato narsa. Do'stlar, ko'rdinglar, hozir biz Jutoni mini traktorlar haqida bir qisqacha obzorimizni oldik va bizda yana bir mini traktorimiz bor. Bu Belarusda ishlab chiqarilgan 311 degan model. Hozir uni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana Belarusda ishlab chiqarilgan 311 mini traktorimiz 33 ta ot kuchiga ega. Ko'rishingiz mumkin, o'zini gruz toshlari, xo'p, bu ham 4 ta ballonlar tortadi, 3 portionli traktor hisoblanadi. Bo'lsa-ki, bu ham qanaqa bog' orasiga umuman Tbilisilarga mini traktor qiladigan ishlarni bemalol qiladi, to'g'ri? Albatta 60 qator orasiga ham tushadi. Bundan tashqari yana bitta orqa tarafidan kelib ko'rishingiz mumkin. Xuddi 80X traktorlarimizga o'xshab tashqi bartovoy bo'lib kelgan. Mana bartovoy sistemasini ko'rishingiz mumkin. Ko'plab akalarimiz biladi buni. Yaqinroqdan oling, Ulug'bek. Mana tashqi bartovoy kelgan. O'shaning uchun narxi ham sal o'zgaradi. Buni hozirgi kunda narxi 150 million so'm. 150 million so'm. 33 ot kuchi Belarus 311 modeli traktorimiz hozirgi kunda narxi 150 million so'm. Hozirgi kunda o'zi yomg'irlar yog'ib, fermerlar ancha dam oladigan paytlar ham keldi. Endi kelib bemalol Toshkentga showroomimizdan agar yo'q men Toshkentga bormayman desa, filiallarimizni ham bir aytib o'taylik unda. Filiallarimiz ham bor. Bemalol filiallarimizga borib, traktorlarni tomosha qilib, o'zingizlarga ma'qul bo'lganini xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bizda Vodiyda filialimiz bor, Yozyovonda. Undan tashqari Samarqand, Jomboyda filialimiz bor, Surxondaryo, Jarqo'rg'onda filialimiz bor, Buxoroda filialimiz bor. Oxirgi filialimiz Xorazm viloyati, Urganch tumanida filialimiz bor. Xo'p, abosiga mana mini traktorlar bo'yicha ham obzorimizni tugatib oldik. Keyingi traktor qaysi traktor qilsak bo'ladi aka? Unda muxlislarimiz o'ziga qoldiraylik, kommentariyani bir portlashib tashlasin. Qanaqangi traktor, qanaqangi video bo'lishini, yo agregat, yo lazernimi, nima bo'lishini o'zlari tanlasin. Biz o'shanga qarab video obzor qilaylik unda. Keyin yana bitta narsani negativchilarga nima qilamiz aka? Negativchilarga assalomu alaykum deymiz. Negativchilar kelsa, bonus o'qib beramiz yana ham. Bo'ldi gap. Skidkalari bilan. Skidka? Negativchilar bor bo'lsin, omon bo'lsin, sababi ular bizni ko'proq mashhur bo'lishimizga sababchilardan biri. Unda batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsin yoki kommentariyaga YouTube, Belarus nimaiki bo'lsa, agregatni yozib qoldirsa, narx so'zinimi biz albatta sizlar bilan bog'lanib, to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Salomat bo'lasizlar.